ikkinchi qismiga o'tamiz. Kelinglar birinchi qismda tanishib chiqaylik. Kutubxonani yuklab oldik. Titanic datasetini yuklab oldik. Info metodidan foydalandik. Volley accounts metodidan foydalandik. Describe metodidan foydalandik. Quantiylarni yani chap va o'ng chegarasini hisoblab oldik. Age ustuni bo'yicha ma'lumotlarni tahlil qilib uni yangiladik. Navbat kabina ustuniga kelgan edi. Kabina ustuni bo'yicha men ma'lumotlarni tahladim. Hozir uni davom ettiramiz. Bu uchun bizga kutubxona kerak bo'ladi. Ya'ni random kutubxonasi kerak bo'ladi. Tak. Hop, import random. Tak, from random import hop import choice. Hop, kelinglar import choice metodini ko'rib o'tamiz. Tak, pandas random choice metodi. Hop, qanaqadir listamiz bor. Shu listdan bizga nima qiladi? Ixtiyoriy ravishda ma'lumotlarni taqdim qiladi. Tak, random choice my list 11 jami 14 ta. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ta elementimiz bor. Shundan 10 tasi apple, 1 2 3 4 7 8 9 10 11 tasi apple. Hop, bitta banana, ikkita banana, bitta cherry. Okay. Hop, random choice metodi shunaqa ekan. Tak. Aha. Hop, kelinglar ishlatib ko'ramiz random choice metodini. Hop, u uchun birinchi ishga tushiramiz, yuklab olamiz. Keyingi qatordan random choice orqali olgan elementimizni nima qilamiz? Chiqarib ko'ramiz. Tak, choices. Hop, mana bitta olib ko'rdik, F olib ko'rdi. Yana bitta olib ko'ramiz, E, S, S, G, E, A, B, C, B, A, I, D, C, B. Xullas, mana shu tartibda davom ettiramiz. Hop, kabin o'rnini bosuvchi yangi ustun yaratib olamiz. Tak, df kabin o'rniga hop new cabin deymiz va unga ma'lumotlarni to'ldirib chiqamiz. Hop, kabin bo'yicha apply. Hop, lambda funksiya ishlatamiz. X o'rniga my store qo'yamiz. Hop, hop, har safar my str qo'yib chiqamiz. Hop, endi data frame'ni ko'ramiz. Hop, mana new cabin degan ma'lumotimiz chiqdi.
Xo'p, mana. Endi cabin bizda nima edi? Shuni o'rniga nima qildik? Cabin o'rniga yangi qiymatlarni qo'yib chiqdik. Xo'p, kelinglar shuni cabin o'zida to'g'rilab ketamiz. Xo'p. Nima deymiz? Tak. Agar x ta qiymati katta 0 bu tak qiymati katta bo'lsa 0 dan yana qanaqadir qiymatga ega bo'lsa, demak x ni o'zini qoldiramiz, to'g'rimi? Aks holda random choice da qo'yamiz. Xo'p, ishlatdik. Def qaytib ko'ramiz. Mana endi cabin ustunimizda tak. Xo'p, agar 0 dan katta bo'ladigan bo'lsa, o'zini qoldiramiz. Aks holda choice beramiz, to'g'rimi? Xo'p, tak, endi bu yerda cabin ustunini o'chirib tashlasak ham bo'ladi. Xo'p, demak bizga yetarlicha ma'lumotlar bor. Tak, new cabinmidi? Bizga yetarlicha ma'lumotlar bor. Xo'p. Endi biz drop metodi orqali cabin ustunini o'chirib tashlasak ham bo'ladi. Keyin def metodi orqali ko'ramiz. Cabin metodimiz yo'q. Xo'p, endi name ustuni bizga qanaqadir imkon beradimi? Ya'ni tirik qolishga odamni ismi yoki uni ID'si kerak bo'ladimi degan savolga javob topishimiz kerak. Xo'p, agar javob topmaydigan bo'lsak, o'chirishimizga to'g'ri keladi. Demak, kelinglar o'chirib yuboramiz. O'chirishdan oldin name'ni mana bu nechta harf bo'lgan bo'lsa, demak o'sha harflarni raqam ko'rinishida keltirib olamiz. Yordam qilish uchun yangi feature yaratamiz. Mana new cabin degan yangi feature yaratdik. Name uchun ham yangi feature yaratamiz. Kelinglar. Tak, def new name deb olamiz. Va def tak name ustuni bo'yicha apply qilamiz. Lambda metodi yordamida. Xo'p, len uzunligini qo'yib chiqamiz. X ni uzunligini qo'yib chiqamiz, hammasini o'rniga. Va def ni qo'yib chiqaramiz. Xo'p. Name ni yozishda xatolik yo'q qo'yamiz. Okay. New name degan yaratdik. O'rniga nima qildik? Nechta harfi so'zlarni sonini, harflarni, ismdagi harflarning sonini raqamga o'zgartirib yozdik. Name ustunidan o'chirsak ham bo'ladi. Xo'p, def drop metodidan foydalanamiz va birdaniga ikkitani o'chiraylik. Kelinglar. Birinchisi manimcha user ID hech qanaqa ahamiyatga ega emas va name ustuni ham hech qanaqa
aksis teng 1 degani bu ustun bo'yicha o'chiraman degan. Va dfni chiqarib ko'ramiz. Xo'p, mana. Xo'p, raqamni ko'rinishga o'tkazib oldik. Endi qolgan hamma ma'lumotimizni raqamni ko'rinishga o'tkazishimiz kerak. Xo'p. Xo'p, u uchun bizda ikkita metod bor. Birinchisi one hot coder va ikkinchisi pandas dummy, get dummies. Kelinglar pandas get dummies metodidan foydalanamiz. Xo'p. Def pandas get dummies kodingizlar, demak mikrofonda eshitar ekan. Studentchilikda mana Gemini hozir mikrofonimni eshitib turib get dummies funksiyasini ishlataman deganimda nima qildi? Menga shunaqa taklif qildi. Xo'p, endi qaysi ustunlarni qilishni xohlaysan debdi. Xo'p, okey. Qaysi ustunlarni qilishni xohlaymiz? Biz jins ustunni qilishni xohlaymiz. Embarcaded ustunni qilishni xohlaymiz. U uchun birinchi bo'lib Embarcaded ustunidagi ma'lumotlar to'liq yoki yo'qligini ko'rishimiz kerak. 889 ta ikkita ma'lumot yetmayapti. U uchun birinchi Embarcaded to'ldirib olamiz. Xo'p, demak, bundan oldin o'chirdik. Get dummies qilishimizdan oldin Xo'p, bundan oldin nima qilamiz? df xo'p, qaysi ustun bo'yicha edi? Embarcaded ustuni bo'yicha bo'sh qolgan elementlarni o'rniga tak, df ustunidagi hop, Embarcaded value counts metodini 0-chi elementini qo'ysak, adashmasam bu o'sha eng ko'p takrorlanadigan element hisoblanadi. Keyin tekshirib ko'ramiz. Tak, tekshirib ko'ramiz. Hop, tak, aha, S eng ko'p takrorlangan S ekan. Hop, o'rniga S qiymatini qo'ysak ham bo'ladi. Oddiy qilib S qiymatini qo'ysak ham bo'ladi. Yoki balansni ushlashimiz uchun Q qiymatini qo'ysak ham bo'ladi. O'zi ikkitagina uncha ko'p ta'sir qilmaydi. Kelinglar Q qiymatini qo'yamiz. Balansni ushlashimiz uchun, ya'ni Q hajab 79 ga chiqishi uchun Q qiymatini qo'ydik. Endi qaysi ustunlar bo'yicha raqamni almashtirishimiz kerak? Tak, jins ustunini, hop, Embarcaded ustunini, new cabinni, to'g'rimi? Va ticket ustunlarini qilishimiz kerak bo'ladi. Tak, ticket ustuni, hop, new cabin ustuni va new name ustuni. New name ustuni o'zi raqam, shu uchun unga shart emas. Dtype metodidan foydalanamiz va int qiymatini beramiz. Ishga tushiramiz. Tak, s hop, hop, demak, tak, qandaydir xatolikka yo'l qo'ydik. Hop, kelinglar hamma ustun bo'yicha qilishga harakat qilamiz. Tak, hamma ustun bo'yicha qilishga harakat qilamiz. Hamma ustun bo'yicha qiladigan bo'lsak, demak bizga columns kerak bo'lmaydi.
Tak, u uchun ma'lumotlarni qayta bitta o'qitib olamiz. Tak, o'qitib olamiz. Tak, info metodi shart emas, bu kerak emas. Hech qanaqa amal bajarmadik, amal bajardik, bu kerak. Xo'p, amal bajardik, bu kerak. Xo'p, amal bajardik, bu kerak. Bu ko'rish uchun kerak edi, amal bajardik. Xo'p, kabin ustuni o'chirib tashladik. Name ustunni almashtirdik. Name ustunni olib tashladik. Xo'p, to'ldirdik. Tak, endi almashtiramiz. Xo'p, SQS ma'lumotlarni raqamli ko'rinishga ketdik. Men bu yerda ozgina to'g'rilash ishlarini olib bordik. Xo'p, demak hamma ma'lumotimiz raqamli ko'rinishga keldi. Endi qiladigan ishimiz, endi balansni tekshiramiz. DF bizni asosiy bashorat qiladigan ustunimiz bu server ustuni. Server ustuni bo'yicha balansni tekshiramiz. Ya'ni value counts metodi orqali tekshiramiz. Qaranglar. O'zi 891 ta ustun bo'lsa, 990 bo'ladigan bo'lsa, 549 ga 342, demak bir klassi, ya'ni tirik qolganligi rost bo'lgan insonlarni ma'lumotlari o'lgan insonlar ma'lumotiga qaraganda kamroq ekan. Xo'p, agar sun'iy shu usulda o'rgatadigan bo'lsak, u o'lgan odamlarni yaxshiroq topishga, moslashga sun'iy bo'lib qoladi. U uchun bo'lmasa biz balansni tekshirib ko'rishimizga to'g'ri kerak bo'ladi. Balansni tekshirish uchun, ya'ni balans tiklash uchun biz yuqorida smooth metodidan foydalangan edik. Xo'p, smooth metodidan foydalangan edik. Xo'p, klass ochib olamiz. sm degan va ma'lumotlarni x, y ga bo'lib oldik. Ma'lumotlarni sun'iy o'qitish uchun x va y ga bo'ldik. Y bu biz bashorat qilishimiz kerak bo'lgan ustun. X esa, ya'ni biz bashorat qilishimiz kerak bo'lgan ustundan boshqa barcha ustun. Okey. Xo'p. Endi balansni tiklab olamiz. Smooth metodi orqali va balansni qayta tekshirib ko'ramiz. Bu yerda hammasi y resga kelib tushdi. Y res bu o'sha server ustuni bo'ldi. Xo'p, value s tak. Mana 544 taga 549 ta. Bu smooth metodi qanday ishlaydi? U uchun menga bitta ekran kerak bo'ladi. Xo'p, qaysi metoddan foydalansak bo'ladi ekranda chizish uchun? Tak. Qalamchamiz bor ekanmi? Xo'p, agar ekran ko'rinayotgan bo'lsa, demak men bu yerga chizib ko'rsataman. Qaranglar. Masalan, mana bu yerda bitta nuqtamiz bor va mana bu yerda bitta nuqtamiz bor. Mana bu yerda bitta nuqtamiz bor. Endi ularni tutashtiruvchi to'g'ri chiziqlarimiz bor. 3 ta nuqtamizdan mana bu yerda nuqtamiz bor. Kattaroq qilaylik. Mana bu yerda nuqtamiz bor va mana bu yerda nuqtamiz bor.
Smooth metodi qanaqa ishlaydi? Smooth metodi shu to'g'ri chiziqlarni o'rtasidan yangi nuqtalarni qo'yadi. Shuni hisobiga ko'paytiradi. Yangi ma'lumotlarni qo'yadi, shuni hisobiga ko'paytiradi. Paint nomimiz bor edi, kelinglar. Paintni chizib ko'rsataman. Mana. Ya'ni yangi ikkita nuqtani qo'shdi. O'sha qonuniyatdan chiqmagan holda, ya'ni o'sha chiziqdan chiqmagan holda ikkita yangi nuqtani qo'shdi. 3 ta nuqtamiz bor edi, o'rniga 5 ta nuqta bo'ldi. Aslida bizda 340 ta nuqtamiz bor edi, shuni 549 ta qilib ko'rsatdi, adashmasa. Keyin ko'ramiz. Xo'p, 340 ta nuqtamiz bor edi, shuni 549 ta qilib ko'rsatdi. Ya'ni 549 taga 549 ta bo'ldi. Endi sun'iy intellektni o'qitishga tayyor biza. Xo'p, u uchun 3 ta modeldan foydalanamiz. Birinchisi linear regression, ikkinchi modelimiz random forest regression va random forest classifier. 3 ta modeldan foydalanamiz. Xo'p. Albatta bu ixtiyoriy. 3 ta modeldan foydalanasiz, bitta modeldan foydalansangiz yetadi, lekin 3 ta modeldan foydalansangiz solishtirishga imkoniyat bo'ladi. Xo'p, modellarimizni yuklab olganmidik. Tak, modellarimizni yuklab olganmiz, qayta yuklash shart emas. Demak, 3 ta modelni e'lon qilamiz. Tak, trend test splitimiz ham bormi? Ma'lumotlarni bo'lish, trend test split bor ekan. Xo'p, endi ma'lumotlarni test va trendga bo'lib olamiz. Xo'p, kelinglar 70 ga 30 qilmaylik. Sun'iy intellektimiz yaxshiroq o'rganishi uchun unga ko'proq ma'lumot beramiz. Kamroq ma'lumotni tekshirishni olib qolamiz. Xo'p, tushunarli? Demak, 90% ni train qilishga, ya'ni o'rgatishga beramiz va 10% ni test uchun olib qolamiz. Yaxshi tushunarlimi? Ketdik, olib qoldik. Xo'p. Endi uni tekshirish lazım mumkin. Masalan, x trainni chiqarsak, mana 988 ta qatorda train uchun olib qoldi. Tekshirish uchun esa 110 ta qatorda olib qoldi. Mayli. Bu random olib qoladi. Xo'p, endi o'sha 3 ta modelimizni sun'iy intellekt orqali o'rgatishga o'tamiz. Xo'p, birinchisi linear regression modeli. Xo'p, ikkinchisi random forest regressor modeli. Tak, random forest regressor modeli. Uchinchisi random forest classifier modeli. Xo'p, ular bir-biriga o'xshamaslik uchun mana bunaqa harflar bilan belgilab olamiz. Tak, 3 ta modelimizda random forest classifier e'lon qilmagan ekanimiz. Tak, ko'ramiz. To'g'ri, random forest classifier metodimiz yo'q ekan. Tak, e'lon qila olamiz. Tak. Tak, e'lon qilamiz. Qayta o'qitamiz bu uchun, e'lon qilish uchun. Xo'p, bibliotekalarimizda va qayta ishga tushiramiz. Bo'ldi. 3 ta sun'iy intellekt modellarini yaratib oldik. Endi 3 ta sun'iy intellektni o'qitib, undan ma'lumotlarni olib, tahlil qilamiz. Oxirgi nuqtaga keldik. Buni 3-videomizda qilamiz.